Farhod bozoriga bor yo'g'i 100 metr masofa. Cho'ponota arkadan kirganda ikkinchi liniyada 3 xona 3-etaj 68 metr kvadratlik xonadonimiz sotuvga chiqqan qadrdonlar. Ko'rsatib o'taman, ko'cha eshigidan kirib kelishimiz, prixoshkamiz, vanna tualetlarimiz razdельный. Tualet qismini ko'rsataman. Yaxshi holatda turibdi, kafillar terilgan. Hech qanday ortiqcha ish yo'q. Vanna qismi ham xuddi shunaqa kir moshinalar qolar ekan. Birinchi xonamiz bu ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Barcha kerakli narsalar bor, trimo, shkaf, konditsionerlar, hech narsa olib ketilmas ekan. Asosiy xonamiz bu zal qismimiz. Zalda ham konditsionerlar bor. Zaldan 3-xonamizga o'tamiz. Ko'rgan stroyli shkaflar, aboylari ham yaxshi holatda, urinib, turtinib qolmagan. Kalit sirazi notariusda beriladi. Oshxonani ko'rsatib o'taman. Oshxonamiz ham ajoyib, barcha kerakli mebel, texnika va xolodilniklar hamma narsa qolar ekan. 1,5-3 o'lchamdagi balkonimiz bo'ladi. Ma'lumotlarni yana bir bor eslatib o'taman. Farhod bozoriga borig'i 100 metr, Cho'ponota arkadan kirganda ikkinchi liniyada 3 xona 3-etaj 4-etajli domimiz 78.500 bo'lsa berib yuboramiz. Pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib bosaveradigan joy.